Ey o'rta, suvingni aytsan maylimi? Da, mana bemalol. O'zi ham yosh bola deyishonding-da. Mayli, hazillashdim. O'rta, eshikni ochsang-chi. Mana ada desang keyin ochaman. Qanaqada deyish kerak? Sen Men bilmayman, ada deysan. Eshikni och, jinnimisan? Nima, adajon deyish qiyinmi? Agar shu so'zni aytmasang, mashinaga chiqmaysan. Iltimos, adajon, mashinani ochib yuboring. Nima qiyinmi? O'rtoq, qara, yuzingga narsa yopishib qopti. Ketdimi? Yo'q, men yo tomondan seni qilib ketdi. Ana endi ko'rinishing yaxshi. Bilet burgut kelyapti. Hali ham ahmoqsanlar, shunaqa narsaga ishonadigan. Hop. Ey o'rta, nima qilganing bu? Nima qilay, qaytarib beraymi? Kerak emas. Agar shunchalik jalka bo'lsa, men qaytarib beraman. Ol. Yo'q. Shundoq ham bermas edim. Ey o'rtoq, mana buni qaragin. Qara, suv ichida tarakan yuribdi. Qani, hech narsa ko'rinmayapti-ku. Anaqasiga ko'rinmaydi, mana qaragin, bu mikidek turibdi-ku. Hali ham yosh bolasi.